Assalomu alaykum gruppamiz kanalimiz a'zolari. Bugungi kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Andijon Jahon bozori, Gul bozoridan boshladik. Zincirlar kamayib qoldi. Qisqagina o'zimiz joyimizni ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa joylik uchun mesela gullarimiz, ro'parat lolarni turinglar, o'ng tepada qizarib turganlar. Aglanimalarimiz bor, o'sha kecha ko'rsatganlarimiz. Bu yerda qo'shimcha narsamiz bu yerda hozir. Hamidoriyamiz bor. Hamidoriya hop 75 ming, 65 ming ko'ramiz. Aglanima pink sortlari bor, bular 90 ming so'm. Mana hop, endi bugungi video qilishimizdan maqsad Optim bozorimizda, hozir bozorimiz sal yengillab qoldi. Qisqagina qilib video qilib qo'yish shu oshiqcha narsamiz. Mendan ko'ra pastapkilar bor ekan. 300 ming so'm, 6 taligi, 8 taligi 350 ming, 5 taligi 250 ming. Tuvaylar bor, o'g'itlar bor. Tuvaylar bor, o'g'itlar bor. Qulaykan odam. Sekas palma bormadi. Bunisi 300 ming so'm. Tuvayga o'rtacha, lekin to'nga katta hozir to'ngagina qo'tar. Ko'rsatib qo'yamiz. 300 ming so'm. Gardenia mana, gardenia. Sifat bilan mana gigant sortlari bulashi 250 ming so'm, 200 ming so'm. Hawaii palma shunaqa 200 ming so'm. Mana anavi kofe daraxti mana etashak qilib qo'ygan va etashaklik qilib qo'ygan G3 bo'lsa 6 talik ekan. 6 talik ekan mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Holati. Bunisi hop 400 ming deb 350 ming sotishibdi. Magnolia bor marta. Boyashi 2,5 metr keladi. Graniculora. Tanasi ham mana ko'rishingiz mumkin qanchaligini. Barmoq yo'g'onligida bor ekan, ko'rsatkich barmoq bilan почти teng ekan. Bo'yi 2,5 metr atrofida mana ko'rishingiz mumkin. Barglari. Bunisini 800 ming so'm ekan. Oladiganlar bilan aloqaga chiqishingiz mumkin. Endi Optim tarafini ko'rsatamiz. Ekstralarda xotirjam qisqagina video qilib kelamiz. 10 minutcha video bo'ladi xolos. Endi Gadir Mahira. O'zi buning nomi Gadir Mahira. Ko'pchilik kofe deb oldi. Hamma yo'g'i zo'r. Tomirlari sog'lom. 110 ming so'm. Optimga deb qo'ying. Optimga. Optimga 110 ming so'm. Doniga sal osonroq bo'ladi. Holati zo'r, ko'z tegmasin. Skvozmaydan turadi. Faqat chanqatib qo'ymasa bo'ldi. Ha. Mana sekin kelyapti. Zami kukaslar bor. Hop, kameliyangiz nechi bo'ldi, hojipa? Familiyamizmi? Ha, 150 ming. 150 ming so'm. Bo'yi yarim metr keladi. Gullayapti. Guli bor, yarim metr. Nechi pul? 150 ming. 150 ming ekan. Kalateyechi. Kalataya bu ham 150 ming. Hawayechi. Havya 250 ming. 250 ming so'm. Bozor tugadi bugungisi. Sizga charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Mana zamiyani kattasi bor ekan, qorasi. Bu ikkalasi ham narxi bir xilmi? Ha, bir xil. Nechi pul dedingiz? 550. 550 ming so'm ekan. Bo'yi 1 metrdan baland. Muhammadjon, bu gartenzalar nechi pul? Kattayda Shokir akaniki edi. Qani o'zi? O'zi ketdi, zakati bor edi, deng olib qoldi. Ha, yaxshi. Nechi pul berdi? O'tirgan, ukam bilan gaplashdi. Guli bor ekan. Bahiralar nechi pul? Mahirani 100 ming so'm, 90 ming berdi, adashmasam. 100 ming so'm, 90 ming so'm. 90 ming so'm yaxshi. 5 talik ekan. 5 ta. 18 ming ko'p. O'zimiz fiksada qilib qo'yarkan narxi. Dishin bahirchi. Bugün Mahir reflektör uni 70 ming so'm berdi. 400 ming. Ha. 70 mingdan berdik. Masekaschi. Gaz hocaganiki bu.
Qanaqa ekan? 50 million. Mana zarar. Ha. 550 mi? Mana zarar bitta qoldi. O, monasteri menki. Bu nechi pul bunisi? Bu 60 ming edi. Bitta manasi. Ha. 60 milliondan ikkita ekilgan. 120 ming. Ha. Buraya to'g'ri bilan o'sha 140 ming so'm adashmasam. 140 ming so'm ekan. To'rtta olib qo'ydik, bitta qoldi. Zo'r. Bir ko'patib olsa ham bo'lar ekan. Manasi ham bor. Bunisi nechi pul? Happy Life. Bunga 3 ta ekilgan 40 mingdan edi bitta manaqasi. Hozir 45 top ketdi. 40 kare 3 necha bo'ladi? 40 kar 3 mi? 4 kar 3 bo'ladi. Ha, 45 ta. 40 da 3 ga ko'paytirsangiz 120 bo'ladi. 120 ming. Bu ham 140 ekan-da. Tuvaga to'g'ri. 180 ming atrofida chiqadi. Shu o'lyapti. Ya. Ular gaplashyapti. 180 ming atrofida. Yo'q, qorasini so'rayapti. Nech pul? Sarig'ini 50 ming beryapti. 50 ming ekan sarig'i. Monster nechi pul? Monster 100 ming. Monster 100 mingdan, bo'yi 1 metr atrofida. 50 ming beryapti ekanda. Ha. Ha. Kilolar nechi pul ekan? Millionni 85 ming, 80 ming berdi. 85 ming, 80 ming. Ikkita orasida. Akkubalari bor, egasi hozir yo'q. Mana bozor tugadi, qaytyapti. Emon, nechi pul dedingiz gitarangizni? Opponi aka sig'maydi. Yo'q, sig'adi. 45 ming. 45 ming. Mana shu kepkalik inson. O, qora suvga qarab ketadi. Bugungi bozorga mana Bugun kelgan hozir narsalar sig'mayapti qaytarib ketdi. aynan qoladi, bozor turpog'i og'ir deb bekarga aytilmaydi. Ragnasi qolma 400 ming ekan mana. Ular o'tkazib boradi o'zini axir hozir. Bozor tugadi. Ragnasi kichikroq bo'lib boqaman deganlarga, parvarish qilaman deganlarga arzonroq ekan. Bu nechi pul sanksiya? 13 ming. 13 ming so'm. Mana shu gul 13 ming so'm. Bo'yi bir 40 sm, 45 sm keladi. 13 mingdan. Mana kratonchi. Ha? Nechi pul dedingiz? Alo. 35 ming molari 50 ming deyapti hozir. Kraton. Bozor tugadimi? Yig'ishtirilyapti. Bugun savdo qisqasi uncha o'xshamadi. Shunga mana gullar o'tki safarlari tugab ketyapti. Gergin so'raganlarga. Tayyor ekilgan ekan. Anaqa sen sababing? Nechi pul berasiz bu gerginni? Ha? Kimga? Hozir har doim nechi pul deyapsiz? Har doimga o'ptim olganga 10 ming. Gergin. Hay, gargin deyapti. Men qara gapirgan atib gap. Yo'q, gargin 10 ming. 10 ming ekan. Yargina? Ha. Endi. Atibga qara gapirdi, atibga so'yib Ha, gargindan. Ne o'zalar. Gruppa boshlig'iga Tamildan. Ikkita eski ro'zalar tushdilar ekan. Keyin ona 30, 110 ming so'm. Shuncha tuva sotib beryapti deb shu toshdi. Tashlab oladigan toshingizni ham hisoblang opa. Ashta. Aytgan pulingizni bugun velasizmi? Mijan aytib. Bugun o'ylaylik. Mahrovidan boshlaylik. Mahroviy 13 ming. 13 ming tarafga. 13 ming so'm. 15 ming so'mniki, sal bo'yi balandroq 18 ming so'm, 20 ming so'm golland. 20 ming so'm golland sortlari. Kech qolibsiz, akrom. Ha, gapirib o'tiribmiz. Mana bugungi bozorimiz ham to'liq video qilolmadik. Geralar 6 ming o'skiriga 7 ming so'm. Gera 7 ming. Sarapga 7 ming so'm. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Charchamanglar, tinch bo'linglar.